Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görüşler. Yana bir qatımlıq üstü uçuq türmege aylanğan Şərq Türkistan programımızın 10. bölümüge kelgenlerini qızgın qarşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Hürmetli televizyon görüşler, bugünkü söhbetimizde yana hem her daim kadar hürmetlik mehmenimiz Adil Abdülgafur akımız kıymetli vaktini çıkarıp kepaydı. Köp rahmet etimiz olsun kepaydı. Allah razı olsun. Qadırlı qardaşlar, bugünkü söhbetimizdeki mavzusu yani biz vatanda bulup ötken şu zulümlerini, Xitay tecavüzçilerinin elip berip atkan bu zulümlerini söylep kilovatımız programlarımızda. Bugün tünü gün hemen malum 4. ayının 5. günü idi tünü gün. Yani Şərq Türkistan'da her bir halkımız, her bir Şərq Türkistan halkınınki yürüküde çoğunqur iz kaldırgan Şərq Türkistan tarihinde buruluş bir basqıç, tarihi bir buruluş basqıcı yaratkan. Yani 9. yılı 4. ayının 5. günü, yani 5. aprel vatanımızda yüz bergen bu kan kölemindeki yani bir taraftan elbette bunun ahiri besik durulgan bolsumu, tecavüzçiler tarafından vahşilerce besik durulgan bolsumu, yani bir taraftan yani Şərq Türkistan halkının nəhayət korkmaz, baş əgməz ruhini bütün dünyaya aşkarlap bergen bu halkımızınki, ot yürek halkımızın, mücahitlerimizninki qançilik aşındaq təz şəraitladı mı? Çünkü valla kafirliğe karşı, çünkü valla tecavüzçiliğe karşı kökrek verip çıkarlığından ibaret bir tarihi bir gün. Yani 26 yıl, bundan 26 yıl ötüp gitti yani tünügün del 26 yıl boğan günü idi. Bu münasebet bilen biz tarih bununla udul kelgenlik üçün bugünkü söhbetimizde muşu haqda söhbet elip barımız muşu vaqanın aldıkeni ve barın inqilabi, barın cihadınınki haqqıda bir əslime sübtide. Çünkü Adil Abdülgafur akımızın bu vaqalik boğan vaqtlarda şu vatanda, şu yurtqa yaqın joyda idi. Şundaqla bununla qatnaşqan ve alaqısı bar kişiler bilen nurgun söhbetde boğan türmede yatqa vaqtlarda mı beşidin şu bu vaqa haqqında türme kirgenler bilen nurgun söhbetlerde boğan kişi boğanlık üçün bilgen şu söhbette biraz bir əslimi sübtide toxtulup ötsək deb bunu orunlaşdırdık Adil'e. Hem de şu vaqadan bir qısqıcı bir televizyon görüşlerimizge biraz əslep ötsək vaqanın ki ben azraqlan bir qısqı bir nəsi oxub ötək və ya 1990 yılı 5. aprel günü yani bütün dünyanın diqqətini şu vaxtda hem tartqan bir tarih boğan hem de bu günde. Hem de Zeydin Yusuf başçılıqdaki şunçaki yaş vaxtı yani 26 yaş vaxt kən tuqamdı bununla başlamçılıq qılğan yaş oğlanımız, kahramanımız 90 yıl 4. ayının 5. günü 500'dek Uygur qadırlı qardaşlar, 500'dek Uygur cəmi yani 22.454 asker çıkarıp Xitay tecavüzçileri 9 geç gündüzmüş 500 Uygur bular qarşı amnasına uğraşqan, can qılğan. Barın şu vaxtdaki barın yesin nüfusu 19.000 nüfus vakan hamda. Yani Xitay şu kadar qoqup ketişlikemde 22.454 nefer asker çıkarıp yani umumi halkı 19.000 nüfusu var bir yeziga 22.454 nefer asker çıkarıp muşu askerler bilen şu 500'de qeyrindaşımız qoluda bir zamanı qoral ubu bulmagan bolsumu dal 9 geç gündüz şundaq qahramanlıq bilen can qılıp Xitay bu bunçola askerlerden şoň qatliam yürgüzüp nurgun halkımızın öldürgen boldu bunun içinde. Hem de şu vaqanın başlanış sebebini biraz söylesek Zeydin Yusuf başçılıqda asli Zeydin Yusuf 200'den artıq yaş bilen şu Barniyes'te bir yerge cem bolup aldı bilen Şərq Türkistan İslam Partisi namıda bir teşkilat kurganken Zeydin Yusuf arqadan bu teşkilatın gaye maqsadlarını belgilep qarar qılgan eken hareketke ötüp hareketini başlagan eken şu vaqa boğuşarlıqta 90 yılının başlarında Şərq Türkistan İslam Partisi Cemal Muhammed'in öyle birinci qatdan partiya yığını çağırılgan. Onun kendi bu yerdə xizmətlərini muhakimə qılıb orlaşdırıb 90 yılı 2. ayının başlarında Say Məsciddə 2. qatdan yığını açılgan eken 3. ayının 15. günü Məxtə qoşmaqның öyle 3. qatdan yığını açıb qoral yaraq oqtor tayarlaş və intizam məsələsini müzakirə qılgan.
maxfiyetlikni qattiq saqlash to'g'risida kimning oshkorlik etib qolib qolsa, oshkorlik uchun butun oilasi bilan qo'shib qattiq jazolash to'g'risida belgilab bekitilgan ekan endi. 3-oyning 25-kuni, 9-yil 3-oyning 25-kuni Say masjidi 4-qatim yig'in ochib, harakatning konkret tashkili apparati ish taqsimotini muhokama qilib, bu yerda bekitib, har bir shaxsga aniq vazifa taqsim qilingan ekan endi. Shu vaqtda Zeyd Yusuf 26 yoshda edi, qo'zg'olon rahbarlik qilgan bu yosh yigit Allah rahmat qilsin yatgan yerida. Shunday qilib barliq bu harakatda, bu jihatda o'zining issiq jonini taqdim qilgan barliq qarindoshlarimizga Allohdan rahmat tilaymiz oldindan albatta. Demak, endi shu oldikan 4-oyning 5-kuni bo'g'icha bu shaklda bo'lgan ekan, qisqacha qilib aytsak. Ammo shu voqeaga qilib biroz sizningki aslimalarni, bu voqeaga qatnashgan va turmada yotgan vaqtlarda uchrashgan, so'zlashgan kishilar bilan qilingan shu Zeyd Yusuf haqida mushahada biroz so'zlab o'tgan bo'lsa. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizden bu sohbetimizge qatnashishga ishtirok qilgan barliq qarindoshlarimiz, shunday qilib televizor ekran to'ri oldida o'tirib biz bilan hamsohbat bo'lib atgan barliq qarindoshlarimiz Allohning salomi bo'lsin. Men bu voqealikka nisbatan o'zimningki biladigan aslimallarimni o'tirib qo'yishdan burun shu biz bilan shu sohbatni dunyoning har qaysi joylarida bizning tilimizni tushunadigan qarindoshlarimizning ko'rayotganlar ma'lumimda bilyapmiz. Ama yaqindan beri meyli barın vakası olsun, meyli G'o'jadagi shahidlarning kişiligini eslash olsun, meyli önümüzdeki vakanı olsun, meyli qachon olsun, hatta bizning 44-yili 33-yildagi davlatimizda Islom Cumhuriyetining qurilganlik bu şanliq tarixini eslash olsun. Mushg'ildagi eslash faoliyatlar bu Turkiyada qilib ma'rif jamiyatininki başka teşkilatlarınki yeteklikide to'g'ri yaxshi elib berildi, imkonni berish, ammo xo'sh, jamiyatda bir qism kishilar endi bunun qilqi men bu yerda da'vat qilaman, bunun e'tiroz qilmoqda bir eslab qo'yish bilan, xotirlab qo'yish bilan nima bitdi, qurq gapni qilib qurq eslab o'ltirdi deydigan manda bir gaplarni anglamay qolmadim men. Bu bizning yanamda tarixga bo'lgan sal qarshimiz, tarix bo'lgan tushunchimizning ne qadarligi, yo'qligi yoki zaifligi, tarixni muhim deb bilmaganligimizdan, yanada nodonlikning bir alomati. Xo'sh. Endi yana biz yuqoridagi nurg'un programmada jiq suhbatni o'tkazdik, tarix to'g'riliq alayda muhim bir narsa o'tirib qo'ydik. Masalan, Qur'oni Karimda bütün payg'ambarlarningki tarixini Alloh Peygamber Aleyhisselam'ın deb bermagan bo'lsa, vahiy orqali Rasululloh neden biladi uni. Hem de Peygamber Aleyhisselam'dan tortib bugungi kungacha bo'lgan islomiyatning 1400 yillik tarixini ilgiriki bizning ulamolarimiz, ustozlarimiz, islom tarixshunoslarimiz va tarixiy madaniyat asar atiqalar, moddiy va ma'naviy madaniyat manbalaridan bilmasak neden bilamiz. Shu narsani saqlagan. Hatta bugungi kunda Turkiyaninki Sultan Ahmet Camii'nin yanındaki muzeyxonada Peygamber Aleyhisselam'ın ve sahabalardan kalkan maddi uruş eserleri hazırlıkça saklandıklık bunu bütün dünyada kelgen edip suyup eslep çıkvatkalık. Demek bizden nurgun tarihi eslemelerimiz ve maddi manevi menbelerimiz bolgan. Ama Xitay bizden bütün tarihimizni unutuldurib etiş için tarih sel qaraydigan tarixdan ancha bunun itibar berib ketmaydigan öz ata ajdodlarini unutuldurib etib, izdireksiz yo'qotishdek bir tarixiy xoinlik siyosatini qo'llanib, bizni tarix sal qaraydigan shunday bilimsiz bir nodon yildirib qo'yganlik. Shu sababdan bu xildagi illat, bu buzuq stil bizda ilmi ham yo'qolmay, bugungi kunda madaniyatlik dunyoda biz aytib bu asoratdan bu azg'unlikninki qasırıqlarını tek biz bunu özümüzün tazlap olamayız. Şunu qarindoshlarimiz tarixi ishlarga meli biz demesek bunu sizlar demesleri kim demdi, kim deydi? Unutulup kesilsin mi? Bu kömülüp kesilsin mi? Yo'q, bunu bize deb turgandan bu asosda yetilgan o'smir avlodlarimizninki asos asas qilib bu tarixlab mangdigan narsa Xitoyning bizni nima qilganligi va bizni Xitoyga biz qanday qildi, Xitoy bizni nima qildi
Nima uchun bu o'ttirgi bu to'qinish, bu mujadil o'z yildan uzun tarixda bu to'xtamay keldi. Buni avlod bilish kerak. Buni bilmasa bo'lmaydi. Shuna bu usul sal qargan qarindoshlar bizning bu suhbatlarimizni e'tiborsiz qolgan qarindoshlar biroz bu masalaga biroz to'g'ri qarab kelsin deyman. Endi ikkinchi masala yana biz bugungi bu suhbat o'tirishimizda endi Barın inqilobi yana 1990-yili yani 4-ayninki 5-kuni Qashqar viloyatininki Aqtu nahiyasida Xitoy hokimiyatiga qarshi yani cho'ng bir endi mohiyati jihat sunilgan zoirda dehqonlar qo'zg'oloni shakldagi bir qo'zg'olon shu qadar az bir kishilarninki shu qadar ruhliq janglar ro'ylan bo'ldi. Bombaga bir portlab Xitoyni sarosima saldi. Yana Uyg'urlarninki 1949-yildan tortib ta 1990-yilgacha bo'lgan shu 40 yillik 30-40 yillik tarixidagi uxlab yotgan bular madaniyat inqilobidek bu zo'r bir bu musibat tarixdan boshdan kechirgan bu millatning oxirgi ilmi ham ro'yatan nayt uyg'oq jushqin millat ekanligini yana bir tarixga namoyon qildi. Buning undan suyunamiz biz. Xo'sh. Endi shu sababdan men misol bir tarix bir o'zang munofiqlik bir ishni eslab bersam bu ish 1990-yili 4-ayning 5-kuni yana payshanba kuni yuz beribdi bu Barın inqilobi. Ama çarşamba kuni akşamda ben bizningki yurt hamda bizning shu Feyzabad nahiyasining Qizilboy yeza Arun kenti. Shu yerda biraz yaqin jamoat bilan bir uyda bir tabliğ bir da'vat so'rini qo'yganligim esimda. Men buni faqat Barında bunday ishlarning bo'lishini men bilmayman-da. Shu yerda balki ufuqda biroz kooperatsiya yangidan buzilib, deb diniga qizg'in uyg'onib, yut-yutda medres o'quvchilar shu qadar gullanib taraqqiy qilayotgan her bir 5 kifar Kur'an'ı pişik bildiği adamın uyda 5 uşak bala. Aşında bir yaxşı bir vaziyetlerde. Hoş. Ama biz qaysi uyga yig'ilib, bir qazan tamoq etib, o'maç etemdik, suqash bir qazan tamoq etib, 30-40 odamni chaqirib, "Ya deb o'tirishimiz bor, bir tabliğimiz bor" desek, har kim keldigan bir so'z bir vaziyatda. Shu mezgilda yana shu 4-ayninki 4-kuni çarşamba akşam bo'lish mumkin. Shu kunda biraz yaqin edemeden bir hoynada qo'shnimizning bir hoynasida bir yig'ilish o'tkazib bir tabliğ da'vat bo'lgan. Hem keyin hamda shu yaxshi bir suhbat bo'lgan shu chaqda mush suhbat bo'laplab aytsa meni tutquni keldi endi. Demak shu chaqda shu suhbatimizga shu 4-ayninki 4-kuni çarşamba kuni akşam o'ltirgan shu suhbatda bizning shu Arun kentininki yana Arun kentining bir kenat boshlig'i uning qatnashib qolibdi ekan. Bu odam aytislam berib hukumatga chiqig'liq meni. Bu Adil Abdug'ofur shunday jutga beshikka kenatning qadamlarini yig'ib mujadil bir da'vat tabliğ bir qonunsiz diniy faoliyat o'tkazdi deb yana bir adam bir chiqig'liq hukumatga deglik. Anda onunkin o'yigine kelib hukumat o'chaqda u çarşamba kuni bu voqea bu suhbat bo'lgan bo'lsa, sizlar deglik bu. Anda hukumat buni e'tibor qilmagan gap, anda payshanba kuni aytisi kechtiribdi. Barında voqea chiqqanligi butun Turkiston tuproqlariga bu xabar taqib ketgandan kechdi Barın voqea chiqqandan keyin Barın voqea chiqishdan bir kun burun çarşamba kuni akşamda bu o'tirish biraz adamni yig'ib bir da'vat so'rin o'tkazganligimdan Xitoy qattiq gumon qilib men apirib so'g'an bo'ldi. Aqtu voqeasi to'g'risida men uni hech xabarim yo'q. Men bizning ma'rida rostlik bizning ma'rida shu chaqda biroz qima o'ynaydigan, ishtallashtirish, to'qsoqqa soladigan, ayniq bakam tijorat qilib kesibsiz, shunday behuda, bemaqam yoshlar biroz ko'proq ekan bizning ma'rida. Şunun başa demli bir ticaretke ya bir uşak kart kağıt oynap, uşak oynap bunda olup
başında bir behude işlerden bir kullanıcı bir ticarete bir dehaycılık kirişip kessin diyen bir gep bilen halal bir nimetli bir yaşsın diyen de gep bilen tabi sebep uyuşturganmız. Şunu Xitay'ın şunu ve eğer barın inkılabı bilen bunun münasebeti bulmasa bu sebep uyuşturan diye degandek bir muloyiza bilan meni tutib beshikkin bir tekshirish so'roq qildiq. Ana men bundan hech bir xabarimning yo'qligini dedim, hem atrofdagi beshik odamni guvohlik tortdi, ham guvohlik shu bilan bu tinchidi. Ikkinchi bu vaqt so'roq solib bo'lgan bo'lmadi men. Bu yerda shuning bilan menda keyin endi bu arliqda men yuqoridagi programmalarda deb o'tib ketdim endi. Bu men nima qilib turmuga 90-yılı Özbekistan'a ketib, u yerdan qaytarilib Xitoyda 4 yilma turmuda yetib, 95 turmudan chiqqandan keyin andan Zednishniki Qabrisiga bir baray deb keyin bordim. Demak, shu 4 yil turmuda andaza shu chaqda men Aqsuda shu bari inqilob qatnashgan bir bola bilan bir yetib qoldim. Shu bola shu jiraqdan bir agashkicha salohiyat bilan qaytilib nurg'un ishlarni bildi ekan. Keyin andaza Urumchi birinchi turmaga keyin 10 necha yil yotgan vaqtda bu turmadagi shu bari inqilobniki naq maydon shohidlar bilan masalan shu Jamol Muhammad deydigan uni bilan ko'rib baqmadik, hamda uni nopuzlik mahbuslardan bizdan ko'ketmaydi qardoshimizni. Xo'sh. Hamda keyin hamda bu yerda ismini desak yaxshi bo'lmaydi. Shu birinchi turmada shu 10-15 tak shu bari jihadga qatnashgan qarindoshimizdan birga 10 yil hayotini birga o'tkazgan bo'ldim. Hamda bulardan keyin anglagan hikoyalarda hamda buning ichida bir qarindoshimiz shunday deb berdi, bu şu barın inqilobi yuz berishdan burun barın qo'zg'algan jihadi shu masalan 3 yil burun deydi. Masalan bu 1990-yil yuz bergan bo'lsa 90-yili 89 90-yili 89 88-yillarda Zeynep Yusuf bilan quyuq aralashib 3 yil o'tirib qolib birga yetib birga qolib birga yashagan bir qarindoshimiz bilan men 8 yil bir yerda yashab qoldim ham Urumchida. Ana Zeynep Yusuf haqida jiq hikoyalarini jiq aslidan o'tirib qo'yib berdi. Qarasab bu Zeynep Yusuf ham dilqi shu masala qog'liq kelgan buyuk ustoz Abdulla Hakim Mahsum Hojimniki madrasaga ama şu Kerem Mahsum shu kuchadi qilgan Abdukerem Abduveli yana Hasan Mahsum Rahimullah qatorliq hamda hozir nurg'un ustozlar bilan birga shu madrasada o'qigan ustoz ekan. Bu kishi shu endi boshqalardek jiq bilmasam ama sistemalik muomala darsini ama nayet o'zi temkin, nayet g'amkin, ashundaqa nayet o'zi bir ayrim yuradigan ko'p bema'ni bunda behuda parang sohbatlarga aralashmaydigan ashundoq o'zini hamisha ashundoq bir g'am bilan yurgandek ashundoq bir yuradigan bir birodar ekan. Keyin bu anglasa menga hikoyasi qilib bergan qarindishim bu o'zidan bir g'oyidi nishonlarni asta deb bergan bu o'zini qabul qilganligini odatda yana bir Zeynep isminiki Urumchiga kelib Abdurahim O'tkir bilan shu chaqdagi Muhammed Abdushukur Muhammed Emin bilan yana shu chaqdagi hozir Xitoy tilidagi Xinjiang universitetida o'tgan shu Urumchidagi oliy maktabniki shu zamonniki dangliq professorlari Shukur Yalqun deymiz, Abdushukur Muhammed Emin deymiz, Abdurahim O'tkir shu qatorliq kishilarni ko'rishib biz shundoq Qashqarda vatanning ma'lum yerlarda bu bir qurolliq bir harakat inqilob qilmoqchi. Sizlar shu Urumchidagi oliy maktabniki cho'ng professor dangliq yozuvchilari, professor olimlari sizlar butun ma'rif sohasida butun Turkistonda Uyg'urlarga tunishliq mashhur sizlar shunday o'quvchilarni qo'zg'ab bergan Urumchidan deb bularga Abdushukur Muhammed Emin qatorliq odamlarga bularni iltimos qilganligi nimaniki Zeynep Yusuf ustozning. Ana bularning buni qabul qilmay yana shu yerda o'zining ba'zilari atizm batıl nezesini o'ltirib qo'yib bu yerda jiq munozirani elib berib diniy jihatdan aqida Allohning birlik va barliq tavhid jihatdan jiq suhbatlar elib berib oxiri ular Zeynep Yusufning munoziraligiga
aldıda o geplere itibarsız kaldırılıp ahire ondan növbette Xitay bilen bu kıldı kurallık bir inqilab kılmasak, bir cihat ebamısak bu milletinin, bu ümmetinin, bu ümmet gibi tabi bu Türkistan'daki bu İslam'ın bundan ki qutuluş imkanı yo'qligini o'tirib qo'ygandan bularniki başlatqanligi. Mesela şu Atunraylık, şu Ürümçideki Ali Mektebindeki dağlık adamları. Andır Zeyd Yusuf şu biraderimiz depreşçi Ürümçiden çıkıp Kaşgargacha bir ayda kelganligi. Misal şu Kurullu, Aksu taraflardan çıkıp. Adette bu bir hesap Aksu'dun mu? Bir hesap Küçadı mı? Bu Kaşgarga menip keptiken bu kişi. Şu zamanda Çeniqimen Peygamber Aleyhisselam'ınki hicreten eslep Hoş. Şu adam menip piyade kelganligi. Ayna bir iki qıpırtı bal. Endi yani bu qarindishimizning deb berishi bu Zeyd ustoz faqatlam şu 3 yilgacha aşıbalıqı bizga yigay qilgan bola birga turibdi ekan. Adati deydi, hele qachon tamoq yeganni, qachon aram og'inni, qachon uxlig'ini ufqini bo'lmaydigan. Tamoq yesam shu kichikgina bir narsa og'zida ya sog'in, ya ko'rtiq, ya ko'rmaydiq. Hele bir qo'li kiyimni kiyib olsa, aylar, yillar aş kiyimni yuvib qaytib kiyib, to'liq bir kiyim olmay turmay yashagandek, ashuna bir turmush odatini yashagan deydi. Yani onun bir hikaye qilib berişçi, o kardeşimiz deydi bir qatım bu Zeyd Yusuf, man Zeyd Yusuf'ның hikayesini qilib bergan bu bola bilan ishkisi yangi saatdan Aqto'zaga minibdi bola. Moto'ga. Xo'sh. Yangi saatdan Aqto'zaga minib, şu Aqto'ga yaqin bir borgan vaqtda deydi, bu Qabega yig'ib ketgan deydi. Moto'si buzilib qopti-da, o'tanmay. Xo'sh. Anda bu ilqi bola sho'pir ekan Zeyd Yusufniki. Anda bu moto'ni ilqi qada biraz to'xtatib qo'yapti, anda sovuqda o'tanmabdi. O'tanmagandan keyin ilqi bola aytishdim deydi, men deydi, o'tanmabdi bu. Anda yig'i tugaganda bu aqchiko'ch biraz buzilgan o'shaydi deb jiq turib ketdi. Endi ya qag'irib bilan ya putu tepis bilan bir quruq to'pun chiqib o'ltadi deydi. O'zini o'ltadi deydi. Moto'dan jiq aytishdim deydi. Eşim memnun bunu arın utaldıran bay ekeri memnun erip gidip sen tuttum anda bir vakti tura tepe moto utaladı dedi beriplam tepse moto utalip gitti dedi. Demek yani bu adamın motonu tepe utal deplam utaldırıp etken demek aşında kılıkı yüzüce kıl bazı gepler aşında adamı hayran kıldık bu adamın kılıkı bazı kılıkları gep sözlerden değil. Ne gelip mansak şu iş kılıp nemi yemiz, qanday qilamiz degan vaqtda hech bir uğurlaştırışsız, hech bir plansız bir to'yiqlarlik bir yaxshi bir ishlarga yo'l qilib qoldik. Men bu odam ba'zi vaqt bir evliyamga deb qoldim. Ashunday 3 yil xizmatini qilib, moto bilan birga qilib birga yetib etgan deb ashunday hikoya qilib berdigan. Yani bu qarindishimiz eng oxiri shu bu tarixda Xitoy mo yozdi buni. Shu Barin inqilobi portlab, shu qo'zg'alan, shu hikoya qilib bergan qarindishimiz Zeyd Yusuf'ның en yakın edimi hem yaşı en küçükken tutma. Ahire şu Aqto'nun tağlarında o 7 adam kaldık deydi. Kaçıp, kağalla tutulup ya etilip. O 7 adam tağının üstüne çıkıp olgandan keyin asta onun oqti gibi bunun oqti gibi kağalla şu aralıkta Muhammed Tursun deydigan bir eylem bar ekan şu Aqto'luq esli Xitoyda 8 askar olgan bir bola ekan. Umma şulqi mesela biraz kayıp sapagan cümle bir alışıp koyup yürüyen bir kardeşimizken bu tuyuksuzlam Zeyd Yusuf'nunki bir işkici oturablam da'atulan bu tuyuksuzlam bu pusunalık naşemizden muhrik çekiş degandek. Bu pusul taşlablam Zeyd Yusuf asker olab şu adam şu asker acayip bir maharede şundaq çoğ şu bir tepki kösegen değil bu cağda şu cık Xitayni muş biraderinin etip etkenlik. En ahırda tağdı şu Muhammed Tursun degen kardeşimiz şu Zeyd Yusuf en ahırda şu işkisi qilib en ahırda şu Muhammed Tursun şu nurgun Xitayni öldürüp etip andın bu en ahır şehit olganligini eliq bir adam közünden köygönmög dep turdu. Ana şu arlıqta o Muhammed Tursun degen kardeşimiz şehit olap ketkendan keyin deydi bu Zeyd Yusuf'dan tağının en üstüde men qilib yana bir yan kardeşimiz barmı yo'q bilmem en ahır işkimiz qalgandan keyin to'yildi men deydi. Şu jagdamızdan sen çıkıp ket dedi. Sen çüşman ket depti men qanday kedim etrafımızda çömülüde Xitoyning askerlik qorshab kelib olsa men qanday ketaylayman desem
Deydi, sen yaşta öylenmedin. Sen buradaki nurgun işlerini kılsan ket depli beni. Depti yanım unutmasam çıkıp ketmen buyruğu boysun depli çürüverdi deydi. Ben tağdan düşüp şu bizden aldığımız şerh qaraqlıq deydi. Bu tağdan ki şimal tarafından, cenub tarafından, şerq tarafından şundaq askerler çümülde kililik deydi. Şu anlıqda bu qanda oldu, men çıkıp kettim deydi. Düşüp aşı bir daraxtın töküşüp yuğan bir Quram taşının qışdı yetip elip angat keçi oldu şundaq qılıp ilqi özümdeginde paqıraydigan, nur çıqırdigan narsa hemen taşlayıp yetip ayında bir ömülüp qandaq çıktım, askerinin qadadan çıkettim dedi. Askerinin qadadan çıkıp bir yerga barsam deydi, bu Xitoyning askeriga o'q tegib bir moto bir asker bir ülek asker bir motoni azgaldi yadida deydi. Andan chiriplam boyliqi motoni üleplam qashqa chiqib asker ülekdan kiyimini soldib kiyib motoni minib qurolni motoni oldi qo'yaplam Yangsal tarafga qarab mangdim deydi. Mangandan keyin bu shu Yangsalga yaqin bo'lgan vaqtda chömülidek askerlar uyda kiyib oldim deydi. Shu Qashqardan Yangishardan chiqqan asker Aqto'y tarafga qarab kelyapti. Endi men hech joyga motoni shu tizzaga deb tikanmay yanlanmay oldiga berib qoldim dedi. Asker degan shunda chömüldek shunda patmay kelyapti deydi. Men qurolni motoni oldi qo'yaplam, shu tutab o'q chiqargan qilib qo'yaplam. Bir qo'lan motoni edi, bir qo'lan qurol tutib mangdim deydi. Uçta Xitoy asker kiyimi var. Çok bu ciddi bir hizmetler manga o'xshaydi bu deblam yo'ldaroq ichib berdi askerlar. Shu ben ütep ketdim dedi. Ütep ketib, shu bir yerga borgan vaqtda motoni shu Yangsalning nimasi bir ko'l bor ekan deydi. Kech bo'lganda shu motoyda ko'liklar ishni yutiblam, kiyimni silib yetib, shu g'oyib bo'lgancha, g'oyiblab ketib, anne jildan keyin men tutilib qayta turmoqqa kelgan deydi. Endi şu Zednis'nin ki talip çak baktı mı? Şimdi kalıp okuğa baktırdı mı? Biraz karakteri, mecaz, psikolojisi başka balık okşamaydıganlığı, az yedigan, az uxlaydigan, nayet addi kiydigan, hemen hiç gemkin, keç-keçlep tahajjudi nayet namazını yaxşı tahajjud okuydigan, aşında qıgallık hem bu bizden Türkistan'da Qashqar, Xotan, Aqsoğuç hatta Ürümçi, Buğulcıqıcı bütün dаңlıq, meşhur adamның hemimizin aldığını verip Mujda iş qilmoqchi biz deb buni taklif berganligi odatda bo'lar. Onun deyishicha biz qurol yaraq o'chaqda biraz bu voqeadan 8 yil burdan jiglik voqeasi bo'lgan payzbon aytdi. Bu qurol degan vaqt mezgilda omborliq besig'liq misol. Biz kichkimizni ko'rdik o'zi qurol yaraq endi. Shu chaqda qurolni topmoq oson ekan. Ammo ular biz Aqsudan bir qillik edim, Qashqardan bir qillik edim, Xotandan muyda biraqlam qo'zg'alsam vaqtda Türkistan ham yerda haq o'tirib chiqqandan biraz qalb qilish imkoniyati bo'ldi deb ashunda o'rinlashtirgan vaqtda bu balki planga yetmay faqatlam ish vaqtdan burun pashop qilishga majbur bo'lib qolib Aqto'ylar o'ltirib chiqib qag'aya jimib ketgan degandek aynan hikoyalarni deb birdi. Anda 95 balki turmudan chiqib Ondan izleyicisineki Kıbrıs gibi baray deb aşu 5 baldan başlap Qashqardan Mush, To'qizaqdan Mush yesiq berib Mushdan anıza 12 kilometr yo'lni piyoda berib Kıbrısga bordim. Aqto'q berib Kıbrısni ko'ydim. Endan keyin shunda bir kesak qilib qatirib qo'yapti anıza shu urush bo'lgan yeziq ichirib şu жақсы şu bodga do'konlar, şu tereklar, şu tamlar, şu o'qtekan aynan shuni kirib inib kelgan. Bu da şu жақсы so'rasam Zeydniyusninki ayoli bir baladan qolibdi ekan. Şu 90-yillarda. Bu bala o'g'il ekan, bu da şu 2013-yili Rimchida ana bu balani ekilib to'yni qilib o'ylaganligidan bir qarindishimiz qizini berganligini ana demek oldu ki 20 yildagi bu balning o'g'lini mishal ko'rdim Ürümchida. Xo'sh. Qatnashdi. Endi bu barning voqeasi to'g'risida endi bu barning keyin bu turmida ana buni hammasi ismini deb yursak u qarindoshimiz turmida hozir. Xo'sh. Jamal Mehmet deymiz endi. Muddasi uni? Muddasiz endi aşağıdan bular Jamal Mehmet, İbrahim Ahmet, Nur Sadir deydigan to'ytaylar, beshaylar qoldi. Yana andiza Turg'un
Abdülkerim, Turgun Eysa, Sulayman Eysa deydigan tövtelerini. Bu da 20 şu çağda 19 yaşlık 25 yaşlık balı iken 16 yaşlık balım var. Bu balı şu çağda 16-17 yaşlık balı oğlu için bulanı jigi elkini. Ondağım jigimde kesip diken. Bu da bola men bilen 2011 turmadan qaytdan jigimde olub ketken şu çağda. Bu turmadan qaytıp çıktı. Hani bu İbrahim Mehmet'le Nur Sadır, bu Cemal Mehmet bola turmadan kaldı bola. Çıktı bundan siz kesip diken. Hoş. Allah'tandı. Biz ona bizi kamda salamını kılışamayız hem de şu ola ayrı bir turmadan turdu. Biz gayı bir iş kalemiz gayı ayrı bir de digendik. Ama Zeydi ismindeki bu ustazın ki bu şimdi Xitay'mış onun şu Kağlıs ustaz Abdülkerim Han Mahsum Hacim'ne patent elga Türkistan'daki yani uygulayıcı en çok terörçi karaydı Xitay. Hem de şu ustazdan kolları yetilgen. Vallahi mesela şu Zeydi Yusuf Himmet Talib deydigan kardeşlerimiz enandan başka nurgulları şu Ubul Kasım deyimiz Halil Tun İdris Han Kağullah Han deydiganlar şu yılın aldı keyinde 95'liğe kadar yani de Aksu'da bankı bolla 5 milyon pul bulgan işte bilen bunun en ahirinde 95. yılı 5. ayda şehit koydu Xitay. Bunun ahirinde. Demek ki hazırgıca barın inqilabı elqi barın halkı en Qashqar halkının bütün Türkistan halkının enada çok bir elqi. Tamam. Elqi gerçi bu vaqa çok bir elqi muvaffaqiyat qazanmagan bolsa mı? Elqi naiti. Uyghur halkının çok bir elqi o siyasi jati bir uyg'unishig'a çok bir sebep bo'lgan bir ish açkan bir teşkilat. Yani böyle şu da anlasak hem silahlı dilli o bu elqi 300'e yakın adam Umumiy qatnashganlar 500. Başta iş güzünden tağlarına koştum. Bek askeri bir Xitay şu çağda 22.950. Bütün asker ölgen Xitay'dan deydi. Qanda deyim ben aşağıda birisinden paramlaştım depirdi valla. Zeydi Yusuf'un taktikisi deydi. Bu Xitay'ın askeri Mayandan bir ormanlık bolla şu uruluşup diken. Asker Magreb'den kilibas askerinin aldığı Jigirbe nurgun Xitayning aytilgan poyjanglar emas mı? Poyjangdan da nurgun poyjang edip berip bu daraxtga esip qo'yapti. Ava jiraqqa. Esip qo'ygandan keyin o poyjangni esip qo'yap, ajipelkin nere tatbiq etib o'zining Qashqarga kelib qo'yaplar. Qo'ygandan keyin Xitoy askari hadib kelib kechindi deydi. Poyjang o'tqib berganga. Apar poyjang atağından bir yerde ormanda gom etli bergen Xitoy askari hammasi ajib bo'lgan kelib, oxirida kelib bo'ldi deb. Ha. Ana oxirida jaqda qirib etganligini. Oy maşallah. Burada şöyle taktikisi aşında poyjang bilen aldam andı çık askerini öldürüp etkenligi. Andızda yana bazı askerler hem de özünün adamlarını Müslümanlı mücahidlerini ölgen askerinin kiyimini giydirip yani önüne kiyim tip giyip berip lan Kur'an'ı özünün edin bulap berip Xitay'ın atqan diken Xitay madı diken andı birinci qetem berip Xitay'ın askeri Xitay'ın atqandaki bir görünüşünü köktüp qoyup çekinigen diken keyin Xitayning askerlari o'zi bayanni Xitayning askeri bo'lib, bu balla o'zi Xitayning askerlarining kiyimini kiyib beriblar ma'birtirib etib qo'yiblar bu ham qachidi ekan. Qiyiblar mayang yenib kelsa, ana mal qo'g'lab kelib o'zining askeridan atqanlar. Astagfirullah. Shunday qilib bir yil ashunday qilib taktika bilan Xitayning o'zining adamlarini jiqib o'ziga o'tkazib etganligini aynan bir hikoya qilib turdi. Shuningdek bu shu chaqda endi ashunday natija Xo'sh. Çok bir kalbi girişip Xitayning bu zamanını qo'llab chiqaramagan bo'lsaqmi, faqat bir şuar, g'oya to'g'ri, faqat jihad, Allohning dinini ustun qilish, faqat Abdülkerim Han Mahsum Hacimdek katta bir siyosiy, bir katta diniy olim, bir mujtahid olimning qo'lida tarbiyalangan, medresda Qur'on va hadisning suyida sug'urilgan va buloqdan suv ichgan, to'yingan, yaxshi bir taqvodor, bir mujohid, bir mu'min, bir olim odamning rahbarligida ilm olgan bir qurolliq kurash. Yani komünist kapılığa karşı hiç kandakilikə şek ve şübihisiz emimiz ülge ve ülgeç tegişlik bolğan bir tarihi karakterlik bir belkarakterlik çok bir inqilab ve kurallık tağıtlık karşı cihadi güreş dep qaraymiz bunu inşallah. Endi demek keyin kişilerden cık yüz berdi lekin az cık adamlardan cık işini başlagan bolsaqmı alqı önemsiz Xitayga bolğan alqı Xitayni bedel tültiş qaymoq duruş,
Xitoyni ozdirishdik bundaq imkoniyati chiqib bo'lmagan. Ilgari keyin. Endi biz ikki qadamliq davlat qurishdan boshqa ba'zi analizchilarimiz Xitoyni analiz hisob emas. Xitoyning jo'sida o'tirib turib, Xitoyning chaynishib turib mulohaza qilgan hisob emas. Faqat bu tarixda 60, 70, 80 yoshlarga kirgan, hatto 44-yil, 33-yildagi davlatlarimizningki urushlariga, bu zafarlarga qatnashgan, yoki bu zafarlarning inshaalloh tarixlaridagi shohid, hayot guvohchisi bo'lgan, hatto bari inqilobi bu qo'zg'olon partlagan qadar o'zi yashab kelgan odamlarningki diyonatlik o'zi masjidda o'tirib turib elib berilgan mulohazada faqat bizningki tariximiz 100 yillik tariximizda Sabit Damollamning 33-yildagi Turkiston istiqlol jumhuriyat qurishi, undan keyin Elxon Turining davlat qurishidan boshqa 3-chi qatamliq eng cho'ng, eng sayi to'g'ri elib berilgan bir jihodiy kurash deb mundaq ta'riflaydi ustozlarimiz, cho'g'larimiz. Mening bu vaqtda biladiganlarim shu qadar ham demak nurg'un bizim ham shu barin ruhidan ruh olgan. Masalan, u mezgilida meni qaqbilida adlishan deb qo'ydi. Men tasavvufdan ta'sirga uchragan bir odam. Xato demayman, ammo biroz bizning vaziyatimizga, bizning hozirgi krizisimizga biroz muvofiq kelmaydi. Ham nurg'un o'shiq nasl qetilib bid'at, shirik e'tiqodlar jiq buzilib ketgan asli bir tasavvufning sabr yo'linishi. Biz böyle buzulgan bir yo'lga kirib qilib, nima qilarimizni bilmay qanqib turgan vaqtimizda barında bu inqilob partlab düşmanimizning kimligini, do'stimizning kimligini, nima qilishimiz tegish ekanligini bizga aynan ko'rsatib bergan bir tarbiyaviy xarakterlik cho'ng bir voqea bo'laqliq. Biz barin ruhi, barin inqilob bizni bugungi kunda mana minglagan, 10 minglagan mujohidlarni Xitoyga qarshi yetilishimizga sebep bo'laqliq. Mesela Abdullah Maqsum Ashqalot ustoz shu jag'laymiz 5-6 ming o'quvchi butun Turkistonning har yerlaridan kelib o'qigan. Hatto Qo'mil Turpandan G'o'jadan tatib kelib, butun Janub va Shimoldan. Bular har yerga tag'gan. Mana hozir bu yerda shu Abdullah Maqsum Zayd Yusuf bilan barabar o'qigan odamlar Abdukarim, Karim Abduvali, Hasan Maqsum rahimahulloh, undan boshqa yana nurg'un ustozlar bor. Ular shu chog'ga taliblar bo'lgan yashandi. Shularningki tarbiyalagan o'quvchilari, tarbiyalagan taliblar bugungi kunda mana bu 15-10 yilni yaqin qo'lji voqeasi, o'limchi voqeasi, undan boshqa cho'ng-kichik nurg'un voqealarni Xitoyga qarshi elib berilishiga bugungi kunda biz qandaqli bo'lmasin 20 yilni yaqin Afg'onistonga yoki bu zamonda hijrat qilib kelib, cho'qim Xitoydan biz uzil-kesil ta adoqqicha bu jihodiy kurashni davom qilmasak bo'lmaydiganligi, cho'qim bu tizbikmay bu Xitoyga mangu Allah'ın düşmanı deb qarshi turishdik bir xil ruhni ana shu ustozlarimiz qog'oz yetilgan ana shu talablar ichidan chiqqan Zayd Yusuf, Hasan Maqsum va boshqa ustozlarimiz bugungidek bizning yetilishimizga bular sabab bo'ldi. Bu cho'ng bir qalbi inshaalloh. To'g'ri, haqiqatan yaxshi echib bilaman shu so'zni anglab o'tib hozir shunda bir narsalarni o'ylab qolmayman. Rabbimning an-Nasir, ya'ni nusrat ato qiluvchi, g'alaba ato qiluvchi degan sifati Qur'oni Karimdagi bir qissa, ya'ni bu Ashabul Ukhdud, ya'ni Sura Burujda qarindoshlar hammamizga ma'lum. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning nusrati, g'alabasi aminatda shu qarindoshlarimiz shunchalik oz sondagi qarindoshlarimiz Alloh subhanahu va taolaning rahmati bilan mushunchalar kafirlarni o'zidan nachasi ko'p kildan shu kafirlar bilan 9 kecha kunduz jang qilib, ya'ni bu amaliyotda eng oxirgi natijada, ya'ni cho'ng bir natija chiqarib musulmonlarning g'alabasi bilan oxirlashmagan bo'lsa-mu, mush qarindoshlarimizga nurg'un bir mo'jiz xarakterlik bir Allohning yordami, Allohning g'alabasini ato qilganligini uchuq ko'rib olamiz. Chunki g'alaba faqatla yana bir tarafninki bir ikki qarshilashqush tarafning birisininki g'olib bo'lib eng oxirgi natijani qo'lga ola olgan bo'lsa g'alaba, olanmagan bo'lsa mag'lub bo'ldi degan qarash islomda bunday narsa yo'q. Islomda g'albaning turlarining ichidagi birisi, ya'ni Alloh yordam qiluvchi, g'alaba ato qiluvchi faqat va faqat Alloh degan bir ismi bor Rabbimizning an-Nasir deb.
Şu qalbining boshqa turlarini so'zlab o'taman bu yerda. Qalbining turlarining birisi bo'lsa bir insonniki yoki bir jamoatninki o'zining prinsipida, o'zining e'tiqodida, o'zi e'tiqod qilayotgan shu maydonida mustahkam turib, kofirga bosh egmay, mag'lub bo'lib, dunyoviy bizning ko'zimizni ko'rgan vaqtimizda mag'lub bo'lib o'lib ketdi. Yoki shahid bo'lib ketdi, yoki o'ldirildi, yoki natijaga erisholmadi. Bu aminatda Alloh subhanahu va taoloning dargohida Rabbimning nazarida nima deb sanaldi ekan degan vaqtida mutlaq holatda g'alaba qilib ketgan sanaldi ekanda. Ya'ni o'zining prinsipida, o'zining e'tiqodida, o'zining shu g'oyasida mustahkam turib, kofirning oldida o'lib ketgan kishilarni qanday qilsa g'alba qilg'uvchilar qatorida sanaldi. Qur'oni Karimda ashabul uhdud, ya'ni bu shu o'z vaqtida bu hozir Saudiya Arabistonining chegarasidan chekirdi, bu Najron viloyati shu yana chekirdiganda. Bu Uhdud voqeasini Qur'oni Karimda so'zlaydi. Payg'ambar alayhisalom kelishdan necha 100 yil burun yuz bergan bir voqelik hamda. Yani şu yerda Qur'oni Karimda bu yani ashab şu Yamanda Zunavas degan bir kafir podshoh ekan, Yahudi dinida o'zi Yahudi dinida bo'lgan. Keyin hamda shu joyga yani Uhdud yani asli bu o'rak egilar degan gap, yani Uhdud degan gap nihoyat dahshat cho'ng bir tipdagi bir o'rak ekandan bu o'rak. Bu yerga bunun qissasi nima degan vaqtida İsa aleyhisselam'ın ergeç güçlerinden İsa aleyhisselam'a iman etken bir kişi şu yerge kelip hazırki Necran'a yakın Saudi Arabistan'ın çiğrisinin içinde hazır hem de. Şu yerge kelip şu yerinin halkını şu İsa aleyhisselam'a iman etişka hak dinine, çünkü Musa aleyhisselam ketti, İsa aleyhisselam kelgendiyken İsa aleyhisselam'ı ölüp ketken vakitler bu hem de. Bu davet qilib kelib shu yerda xalq nurg'ulg'an xalqlar Isa alayhisolamning dinini qabul qilib, yana haq bo'lgan dinga kirgandan keyin bu Yamandagi Zunavas degan bu kafir Yahudi diniga e'tiqod qilgan bu podshoh kelib bu xabarni anglab darhol askar boshlab kelib bu yerdagi xalqni tutib ochadi, qiynab Yahudi diniga cho'qim qaytishdan bo'lmasa Nasara dinini qasam bo'lmaydi deb o'ldirib vahshiy shunday qilib unamagandan keyin bu qattiq cho'ng bir o'rak qo'litib şu o'rakka tağdak o'tinni yig'dirib, ko'ydirib, şu o't qalab, şu yerda şu iman etmagan mayli kichik bola bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, ayol bo'lsin, hammani şu o'tni vahshiy ko'ydirdimdi. Şu yerda nurg'ulgan bu qissa, Qur'oni Karimdagi bu qissa shuni so'zlaydimdi. Şu yerda qanday o'ldirilganligini, yana bu o'rakni qo'lg'uvchilarga Allohning qanday la'nat qilganligini, şu qutila ashabul uhdud Sur Burujda bu qissani nihoyat keng doirada tushuntirdimdi. Buni olimlarimiz keyin hozirgacha shu joyga bas 20 mingdan ko'proq shu inson o'ldirilgan ekan, shu vaqt ko'ydirilgan ekan hamda. Shuning ustuqonlari hozirgacha shu joyga basa o'rakning vahsh cho'nliqgan bir yo'g'on bir daryoda qildi, dumbilaqamda. Hozirgacha qayqiliq ekan, shuni sifatlaydi. Yani Nusratning ashindaq ko'ydirilib vahshiy o'lib ketgan bo'lsa, yana u Allohning dargohida g'alaba qilinganlarning qatoridan sanaldi hamda. O haqiqiy g'alaba qilinganlarniki. Yana Firavunninki qissami shu hozir esim kelib qoldi, qadrli qarindoshlar. Buning bir ibrat bo'lish jusidan bir aslatib o'tay deb qoldim. Yana Mashita binti Firavunning qissasi o'ylab boqaylik, qadrli qarindoshlar. Bu ayol Firavunning sarayning ichida Firavunning qizlarininki chechin taraydigan bir choch tarig'uvchi ayol, ya'ni satrash bo'lgan kunda shu qizlarining chechini yuyib tarab, chiroyli qilib taraydigan bir ayol. O'ylab boqaylik, buning irimi o'ldirildi. Buning qissasini tafsili o'qisak, irimi shu Firavunninki sarayda Firavunga xizmat qilgan, Allohga iymon etganligi uchun boshda iri oshkorlanib qolib, iri o'ldirildi. Ammo bu ayol ismini bu ayolning ismini tarix bizga qoldirmadi. Biz bilmaymiz ismini. Mashita degan choch tarig'uvchi degan gap arabchilikda. Yani bu Mashita binti Firavunning qizininki choch tarig'uvchisi deb tilga aylandi. Hatto payg'ambar alayhissalom kelgandan keyin payg'ambar alayhissalom Mi'rojga chiqqan vaqtida şu osmonda shundoq bir güzel bir xil puroqni puraydi. Kuyukning puruqi aralashgan, shunday bir xil mezlik puroq purab, Jibril alayhissalomdan bu nima puroq ya Jibril degan vaqtida bu Firavunning shu Mashita binti Firavunninki puruqi dedi, ko'ydirilgan vaqtdagi. Daş qozonda 5 bolasidan ko'ydirib o'tildi. Shu imoyat bir kun chechin tarayotgan vaqtida, yani Nusrat bu yerda g'albining qandoq, kimlarning g'albi qilgan, haqiqiy g'albiga erishganligini tushuntirish uchun davatma qadrli qarindoshlar bu yerda. Bu yerda ana shu ayol bir kun choch tarayotib, qulbin tog'oq tushib ketib, tog'oqni olgan vaqtida bismillah deb oladi. Bismillah degan so'zni anglab Firavunning qizi, sen mening dadamni bu Allohning ismi bilan degan vaqtida yana
Bismillah degan vaqtında dadamni ko'zda tutib otamsan, ya'ni iloh bo'lgan dadamni ko'zda tutib otamsan deganda ekan, yo'q, men sening dadangning parvardigori, mening va sening dadangning parvardigori bo'lgan Allohni ko'zda tutib otaman bu deb shuna deganda ekan, Firavunning qiz dadasiga chekib qo'ygan gap buni. Chekib qo'ygandan keyin dadasi shunlar bu qattiq g'azablanib kelib bu ayolni tutib kelib, men shunda Allohga imoon etaman, men sening va mening Rabbim butkul olamlarning Rabbi bo'lgan Allohga imoon etaman degandan keyin bu ochiq gap qanday qilsam bo'ladi deb bu ayolning qarshisida 5 bolasi bor, hammasiga bir bolasida imovotgan bolasi eng kichigi. Shu 5 bolasini ko'zining oldida birdan eng cho'ngdan boshlab ko'ydirdi. Unamagandan keyin men buni zodi iymondan yondirman deb qo'ylab boqaydi. Ya'ni o'zining e'tiqodida chong turib o'lgan kishiniki qanday g'alaba qilganligini. Rasululloh nech 100 yildan keyin kelib İsa alayhissalomning Firavunning davridan keyin kelgan vaqtida Mi'rojga chiqqan vaqtida shuning purqon puraldi. Bu g'albimi g'alba emasmi qadrli qarindoshlar? Ya'ni ash dosh qozonda liq ashu mis qozonga yog'ni qaynitib, varaqshitib qaynagandan keyin eng cho'ngdan boshlab bir boshdan ko'z oldida birdan saladi. Yo'q sep bo'g'ich shu hamon go'shtlari ayrilib bilan birdamdan ichida ustuqonlar ustiga yog'ning ustiga o'rlab chiqadi. Bu menzilni ko'z oldimizga keltirib boqaydi. Bir onaning ahvolini ko'z oldimizga keltirib boqaydi. Birdan ashundoq vahshiylarcha o'ltirib, eng oxirida imotgan bolasi qo'rqib yig'lab ketgan ekan, bolasining yig'isini to'xtatish uchun eng oxirgi eng kichigini ko'ksiga qo'yib imitadigan imta. Eng oxirgi kichik bolani shu bo'g'oq bolani shu onasining ko'ksidan askarlar tortib, vahshiylarcha tortib elib, qandekan bu onaninki bu yerdagi qayg'uli holati, bichora holati, shunda yurak parib ketgan bu holatda shu vaqtda shu onaga Alloh subhanahu va taolo bir oz tasalli berish uchun shu yerda shu kichik bir bo'g'oq bolaga zuvon berdi. Ha, shu vaqt til berdi. Ana deb shu vaqtda shu yog'ni oldiga epish holdida onasiga biroz ko'ngilga bir narsa berish uchun, tasalli topib qo'yish uchun Alloh shu bolani so'zlatib, ana siz haqiqatning ustida mustahkam turing, qat'iy bo'shashmang deb deydi. U bolani tashlab o'tdi, kichik bo'g'oq bolani shu hamon yerga o'rlab chiqadi. Eng oxirida onasini tashlaydi. Hammasi shu yoqda kuyib o'ladi. O'ylab boqaylik, ana shundoq bir ichinishlik bir shaklda ketgan bo'lsa-mu, kichikgina bir shu vaqtdagi ig'ir bir imtihondan o'tadi. Necha yuz yillardan keyin, necha asrdan keyin payg'ambarimiz kelib ta hozirgacha erishni shuning puruqi qaysi go'zal jannatlarda, oxiratdagi jannatlarda qanday kunni ko'rdi albatta u Rabbimizning o'ziga ma'lum bir narsa qadrli qarindoshlar. Ya'ni g'albi nusratninki qanday, ya'ni bir insonninki dunyoda illaki bir chuqumli bir men uning mevasini men yeyishim kerak, men ko'masam g'albi bo'lmaydi. Boshqa nurg'unlagan kelayotgan musibatlarning hammasi menda hech qanday natija qo'lga keltirolmay ketib qoldik desak bo'lmaydi. Amaliyotda musibatlar bu kelganning hammasi shu haqiqatning ustida bo'ldi ekanmiz. Muhaqqaq Rabbimizning oldida nusrat hisoblansa, Rabbimizning dargohida biz g'alaba qilguvchilardan bo'la olsak, bu eng muhim narsa qadrli qarindoshlar. Bu voqelikdan albatta bunday bir darsni chiqarishimiz kerak deb bu qalbimga keldi. Suhbatimiz mishada oxirlashtirildi. Vaqt munosabati bilan inshaalloh yangi bir qatimliq suhbat ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Vaqtlaringizni chiqib kelganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.